Darhaqiqat, Alloh taoloning buyruq va qaytariqlaridagi hikmatlar ba'zi odamlarga ko'rinmaydi. Qolaversa, biz bilamizki, odatda Alloh taoloning hikmati yashirin bo'ladi. Aksariyat kishilarga Allohning hikmati ko'rinmaydi. Ayniqsa, Qur'on va sunnatdan eshitgan narsasiga so'zsiz itoat qilishga odatlanmagan kishilarga ko'rinmaydi. Chunki ular hamma narsani o'zining cheklangan aql tarozusiga solib ko'radi va agar biror shar'iy buyruqni tushunmasam, men u narsani bajarmayman deydi. Biroq unda ozgina iymon qolgan bo'lsa, shariat talabini bajaraman, lekin undagi hech narsani tushunmayman deydi. Shu masalani tushuntirish uchun aytamanki, ibodatlar ikki xildir. Ma'nosi tushunarli ibodatlar va ma'nosi tushunarsiz ibodatlar. Ya'ni Alloh taolo yoki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam amr qilgan shunday amallar borki, ularning hikmati bizga ko'rinmagan. Shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yoki olamlar Parvardigori amr qilgan shunday amallar borki, ularning hikmati bizga ko'ringan. Demak, birinchisi ma'nosi tushunarli ibodatlar, ya'ni bizga hikmati ko'ringan amallarga misol Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ilgari sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Endi esa ziyorat qilaveringlar degan so'zlardir. Nega? Chunki u oxiratni eslatadi. Demak, bu yerda qabr ziyoratining hikmati bizga ko'ringan va hikmati zohir bo'lgan bunda boshqa amallar ham shunday. Ikkinchisi, ma'nosi tushunarsiz, ya'ni bizga hikmati ko'rinmagan ibodatlar Alloh taoloning sinovidir. Ya'ni biz o'sha ibodatni qilamizmi yoki yo'qmi, Alloh imtihon qiladi. Misol uchun, haj ibodatini olaylik. Haj bu ramziy ibodatdir. Masalan, hajda Ka'batulloh tavof qilinadi. Nega Ka'bani tavof qilamiz? Yoki ramalni olaylik. Tavofning ba'zi bosqichlarida ramal qilinadi. Ramal qilish bu polvonlarga o'xshab shiddat bilan yurib, kuch-quvvatni namoyish qilishdir. Avvaliga buning sababi bo'lgan, lekin endi u sabab yo'q. Unda nega uning hukmi qolgan? Hojar onamizning sunnatini ham aytish mumkin. To'g'ri, Safo va Marvani sa'y qilishni ham misol keltirish mumkin. Hojar onamiz o'shanda suv izlab sa'y qilganlar, lekin u masala hal bo'lgan. U holda biz nima uchun sa'y qilamiz? Yana bir misol, jamoatda tosh otish. Ibrohim alayhissalom o'shanda shaytonga tosh otganlar. Lekin biz nima uchun jamoatda tosh otamiz? Chunki biz shariatga so'zsiz itoat qilamiz. Agar vaqtimiz yetarli bo'lsa, batafsilroq tushuntirib beraman. Bemalol tushuntirib beravering, qulog'imiz sizda. Alloh taolo sizga barakasini yog'dirsin. Tavof paytidagi amalga kelsak, bu amal kuch-quvvatni namoyish qilishdir. Sahoba ikromlar Madina shahriga ilk borgan paytlarida kasal bo'lishgan va tashvishlar tufayli holdan toyishgan edi. Buni ko'rgan mushriklar esa ularga ozor berishimiz mumkin deb o'ylashardi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarga qarata Ka'batullohga borsangiz, mushriklarga kuch-quvvatingizni namoyish qiling deganlar va ramal qilishga buyurganlar. Demak, bu ramal ibodati orqali Alloh bizni imtihon qiladi. Qani biz itoat qilib, bu amalni bajaramizmi yo yo'qmi sinaydi. Aqlni birinchi o'ringa qo'yadigan kishi esa ushbu masalada ham hikmatini bilmagunimcha amal qilmayman deydi. Modomiki so'zsiz itoat qilish o'rniga hikmatini bilmaguncha amal qilmayman deyaptimi, demak uning iymoniga putur yetgani aniq. Axir Allohni Rob deb, islomni din deb va Muhammad sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb rozi bo'ldim degan odam shunday osiylik qilishi mumkinmi? Kimki bunday qilsa, qalbidagi iymonini buzib yuborgan bo'ladi.